Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun sizlar bilan hozir kanal ochish hamda kanalga guruhga ulashishni o'rganamiz. Uning uchun Telegram platformasiga kiramiz. Qaranglar, o'ng tarafda mana qalamcha rasmi turibdi, to'rtburchakning ichida. iPhonechilar xuddi shu joydan kirib, siz kanal ochishingiz mumkin. Androiddagilarda bo'lsa, pastda o'ng tarafda qalamchani rasmi bo'ladi. O'sha joydan kanal ochiladi. Endi qaranglar, mana biz bosdik qalamchani ustini Sozdat gruppu, Sozdat kanal, Sozdat kontakt hamda Sozdat kanal turibdi. Biz Sozdat kanalni bosamiz. Sozdat kanalni bosgandan keyin mana knopkani bosib olamiz. Kanalga nom beramiz. Misol uchun uydagi ofis. Endi daily qilamiz. Mana publichniy qilasanmi, частный qilasanmi deyapti. Частный bu yopiq, mana bunaqa o'zi silka beradi. Publichniy qilishni xohlasangiz, menda уже to'l ekan, imkoniyatim yo'q ekan publichniy qilishga. Xo'p, sizda publichniyga o'tkazsangiz, o'zingiz kanalingizni nomiga moslab, uydagi ofis deb ham bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Endi dailyni bosamiz yana daily. Qaranglar, bundan oldingi stranichkada o'zingiz kontaktingizdagi 200 ta odamni qo'shib borsangiz bo'ladi. Bu imkoniyatga egasiz ilk kanalni ochganingizda. Xo'p, qizlar, mana kanalimiz ochildi. Endi kanal nastroykalarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Tepasiga kirganingizda mana administrator degan joy bor. Boshqa podpischiklarni administratorligiga bermoqchi bo'lsangiz, mana добавить qilasiz. Mana bu yerda podpischiklarning nomi turadi. Любой bittasini tanlab administratorlikni bersangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi mana настройка kanallarga kiramiz. Mana tip kanallar частный bu joyiga kirsangiz, qaranglar. Bu joyi faqat kanalni ochgan odamda bo'ladi. Ya'ni kanal yaratgan vладелецda qo'lida bo'ladi. Mana запретить копирование degan joy bor-ku. Mana shu joyi bunda bosib qo'ysangiz, kanalingizga tashalgan ma'lumotlarni hech kim olib chiqib keta olmaydi, screenshot ham qilib ola olmaydi. Ayniqsa bu narsa nimaga kerak bo'ladi? Ichkari pulli yopiq kurslarda ishlatishga kerak bo'ladi. Buni ochib qo'yasiz, kanalingizda ulashmalar qilisha oladi bemalol. Mana bu joyda yangi silkalar yaratsangiz bo'ladi. Misol uchun reklama beryapsiz, reklama. Pul tikdingiz, o'shanda mana shunaqa qilsangiz, silka bo'ladi. Ya'ni silkalarni qanaqa yaratishimiz mumkin? Заявки на выступление deyapti. Bunda yoqib qo'ysangiz, bu silkani yaratib berganingizdan keyin podat заявку degan narsa bor. Bilasizlar, kanaldan kanalga o'tayotganingizda zaявка tashab qo'yasiz kanalga kirishingizni. Admin sizni qachonki qabul qilib olganda siz bemalol kira olasiz. Endi qaranglar, bu yerda участникlarni, ya'ni bu yerda пригласительный silka bor-ku, biz silka beramiz, havola. Havolalarni, misol uchun, butun umrlik havola qilishingiz mumkin. 1 haftalik, 1 kunlik, 1 soatlik qilishingiz mumkin. Ya'ni mana hozir yaratsang deyapti, 12:38 mana chislosi bilan уже anaqa bu silka ishdan chiqadi deyapti. Bu silkani bossak hech kim kira olmaydi. Mana 1 kundan keyin, mana soatini 1 haftadan keyin sanasi bilan nikakda deyapti. Ya'ni butun umrlik silka deyapti bu. Xo'p. Endi qaranglar, biz bu kanal